Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Gidroshka obunachilarimiz uchun mana shunday 5 shunday dvijok olib keldik. Yangi yil arafasi. Bu narsada dvijoklarimiz arzon narxda bo'lib ketdi. Endi akalar, yangi yil arafasida svet o'chish bilan bu narsani bitta yoqib bo'lsangiz, bosh zo'r narsa. To'pli bor, undan tashqari televizor, svet, va yana barobar narsalarda, misol deylik, bu narxlarni rasxodlari, qayerdan xarid qilish uchun nimalar qilish kerak, hammasini hozir bir boshdan tushuntirib beramiz. Akalarim, narxiga qiziq bo'layotgan bo'lsa $270 qilib beraman. Hali videoni oxirigacha ko'rib turing. Bu rasxodlarni aytsam, bu bilan bu narxi bir xil, rasxodi va farqini aytsam, bunda to'yga kirib turgan to'y va chiqib turgan to'yni ko'rib tursalar ham bo'ladi. To'yni bir xilda beradi, 220. Va bu tortma bunda ham shu narsa, lekin kirib turgan to'y, chiqib turgan to'yni ko'rsatib bermaydi. Akalar, xo'p, 300 grammgacha rasxod qiladi ikkalasini. Akalar, keyin kattarog'i kerak bo'ladigan bo'lsa, gidrolis variantimizni va star stopli ham tortma ishlaydigan variant kelgan. Bu narsani 400 grammgacha rasxod qiladi. Ikkita 220 volt chiqarib beradi akalar. Narxi atiga $420 qilib beraman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'ying.